Migren kasalligini ikkinchi turi avrali migrenni ko'rib chiqamiz. Bosh og'rig'i qaytalanuvchi epizod, takrorlanuvchi lokal nevrologik simptom hisoblanadi. Avrali migren 5-20 minut davom etadi. Juda borsa 60 minutgacha o'sha avrali migrendagi og'riq xuruji davom etadi. Bunda prodromal fazasi kechadi. Bu bosh og'rig'ini xuruji sutkasiga davom etishi xuruji bilan kechadi. Keyin xurujdan keyingi holatni xurujdan keyingi fazasi deb ataladi. Prodroma nima? Prodroma holsizlik, xayolni jamlashni qiyinchiliklari, bo'yin mushaklarining tarangliklari kechadi, yorug'lik, keyin eshitish sezgirligini kuchayishi, ko'ngil aynish bunda ham kuzatiladi, ko'ruv o'tkirligini susayishi bo'ladi, bir necha bor esnash holatlari kechadi, teri rangining oqarishi bo'ladi. Aura fazasi nima? Mana aurasiz migren deb aytyapmiz. O'zi aura nima? Oldin bosh miya qon tomirlarida qon aylanish susayadi. O'sha imенно aura markazi joylashgan sohada, bu zonada susaygandan keyin boshning o'sha zonadan, ya'ni ensa sohasidan oldingi sohasiga qarab bu tomirlar spazmi kuzatila boradi. Bundan bir necha vaqt o'tgach yana izmiga tushadi.